Assalomu alaykum hammalarga. O'tgan darsdan keyin kanalda ozgina tekshirdim sizlarni. Ozgina tekshirmadim. Ozgina bo'lsa ham ishlaganinglarni ko'rdim demoqchi edim. Yaxshigina tekshirdim, qarab turdim qani kim qanaqa qabul qildi, kim o'zi bepul darslarga beparvo bo'lamiz-ku. Agar mana shu mavzudan oddiyroq mavzuni berilsa, pulli darslarda ko'proq mas'uliyatliroq yondashamiz. Shuning uchun yana bir bor amin bo'lish uchun kuzatdim, ko'rdim, qanchalik odamlarga rostdan ham ilm kerakmi, rostdan ham rivoj kerakmi yoki faqat qiziqishmi deb kuzatdim. Kimdir o'zi bilan yuzlashdi, kimdir vaqti bo'lmadi, kimdir qarshiliklarini ochib chiqdi. Nima bo'lganda ham hammasi o'zinglar chetdan o'zinglarni bitta ko'rib olishinglar uchun oyna. Bu 3 kunlik lekin cho'zilsa 9 kunlik retrit. O'zingiz bilan xoslashib, haqqoniy bo'lib, hech kimdan o'sha xafa bo'la olmaysiz. Ilm kerak bo'lsa, sizga Xudo ilmni ham niyatingizga yarasha hammasini berib qo'yganiga amin bo'lib, o'ylaymanki, hech bo'lmasa Xudodan yashirincha xafa bo'lishingizni to'xtatasiz. Nega Xudo o'zi unaqa hayot bergan menga deyishni. Tilimizda unaqa demaymiz, qo'rqamiz ham. Bo'ldi, Xudo aytdimi, tamom qabul qilishimiz kerak deymiz. Lekin tubida o'sha fikrli xonani ko'tarib yurgan bo'lamiz. Agar kim rostlasha olsa, katta narsalar ochilib ketadi. Bu shunaqa imkoniyat. Agar kim yana isbot talab bo'lsa, qanaqa ekan? Tekshirishga kirgan odam o'sha tekshirish niyatiga yarashasini oladi. Ikkilanishda turgan odam ikkilanishiga yarashasini oladi. Niyat qonunini o'tgan safar qonunlarni bekorga aytmadim. Chunki onalik bu eng katta butun hayotini mazmuni, dunyoni mazmuni onalik. Yerdagi ma'no ham, mazza ham, baxt ham, baraka, huzur hammasi onalikka qurilgan, onalikka berilgan. Shuning uchun onalikda o'zidan o'zi ona bola degan mavzuni yoki u haqidagi gapni aytish bu qanaqadir boshi yo'q, g'ishi qo'yilmagan fundamenti o'rtasiga nimadir qo'yib qo'ygan bilan teng bo'lardi. Buni mavzu ham deb bo'lmaydi. Bu o'z sizlar bilan gaplashayotganimiz hayot haqiqatlari. Shu ko'zga ko'rinmas qonunlar, ko'zga ko'rinmas holat, olamimiz ko'zga ko'rinadigan moddiylikni yaratadi-ku. Shunaqa. Erkakki mana jismonan baquvvat erkak любой nima deydi? Manaman degan ayolni ham erkak kuchi bilan yenga oladi. Ayol hech qachon erkakka jismonan mag'lub qila olmaydi. Janjallashadi, urushadi, gap bilan nima bilandir yutib chiqdim deb o'ylaydi yoki erkak o'ylaydi, bosim orqali, nimadir orqali men ayolimni bosib qo'yganman deb o'ylaydi. Lekin ayolni jismonan 100% yengish bu yengish to'ppa-to'g'ri. Uni ayol hech qachon erkakdan ustun bo'la olmaydi moddiy shaklda, jismonan shaklda. Ammo ayol bu Havvo, erkak bu ato, ya'ni moddiylashtirish, ato qilish, butlash, o'sha moddiy holga keltirish, qo'l bilan ushlaydigan holatga keltirish erkakka bergan. Shuning uchun erkakki kuchi bilagida degani bu demak chegaralangan kuch. Uni sarflasa, mana bitta ringga chiqsa, boks ringini ko'z oldiga keltiring, mana men degan kuchlilar ham shu bitta qattiq jangdan keyin g'olib chiqadimi, mag'lub bo'ladimi, to'kilib qoladi qanaqadir ma'noda. U keyin hozir yana bir kunda mayli u 5 ta odam bilan ringga chiqar, tugaydi kuchi. Chegaralangani uchun ertaga yana kuchi yig'iladi, bugun tugaydi. Lekin ayolli kuchi bilagida emas, ayolli kuchi tilagida bo'lgani uchun uniki hech qachon tugamaydi. Tilagi tugab qoldimi, dunyodan sovudimi, bezdimi, bo'ldi. U tilagi o'sha joyga ketayotgani uchun bo'lib ketaveradi. Ayol o'zi haqida bilimlarni, o'zi haqidagi
sekretlarni bilmasdan o'stirildi. Shunday yashamda yashadi. Ayolni o'zi yaratishdan maqsadi, Xudoning mana hamma narsani bir maqsadi bor, dunyoni yaratishdan maqsadi bor, Alloh hammasini dedik-ku, ayolni yaratishdan maqsad onalik edi. Ona, faqat ona bo'lish. Ayolning yerdagi eng birinchi asosiy missiyasi onalik. Faqat buni tushunish balkim qiyinroqdir, lekin qachondir o'zingizlar hammanglar bilasizlar, qiz bola bo'lib tug'ildimi, uni yerda ayol tanasini olib kelgan har bitta ruh ona bo'lish uchun. Masalan, ona bo'lolmagan befarzandlar bor, turmushga chiqmaganlar bordir, karmasi bilan sanoqli qanchadir. Lekin ularning ham yarasi shu ona bo'lolmagani, turmushga chiqmagani, u erga tegmagani emas, ona bo'lolmagani. Agar siz o'zingizni eslasangiz, his qilsangiz, siz shu turmushga chiqdingiz, hozir sizga nimalardir muhim, eringiz kim bo'lishi yoki qanaqa yashashingiz, boy bo'lishingiz, yana kibringiz uchun nimadirlar. Lekin agar sizni farzandingiz bo'lmasa, sizga hech narsani keragi yo'q. Hech narsa. Shu farzandingiz ham hozir sizga ortiqchadek, dahmazadek, uni o'qitishingiz kerak, bir narsa qilishingiz kerak, janjal, u bilan kelishmovchilik yoki nimadirroqdir va hokazodir, balkim kimdadir qaysidir jarayondan o'tayotgandir. Lekin aslida jim sokinlashganingizda, mana shu farzandlaringiz bo'lmasa, sizga yerda umuman hayot keragi yo'q edi. Shuning uchun ayolni joni bolasida. Lekin ona o'zi ona bo'lib yashamasdan qanchalab onalar boshqa ssenariy asosida yashaydi. Hozirgacha ham umuman bilmaydi, tushunmaydi. Men to'g'ri qilyapman, men onam bergan narsani boshqacharoq qilib bolamga beraman. Bunda ko'rdim, unaqa bo'lmaslikka harakat qilyapman deydi. Lekin kimki hozir bolasidan siqilib, kuyib, yana baribir og'riqlari bormi? U o'zini o'rnida emas. U o'zini ssenarisida emas. U qachondir kirgan onalik haqidagi fikrlari, dasturlari asosida yashab yuribdi. U asl ona emas. Hozir sizlarning ichingizda o'zi asl ona qanaqa bo'ladi yoki yana boshqa qarshi yoki yana og'riqli fikrlar uyg'onayotgan bo'lishi mumkin. Hozir butunlay o'zingizni nima eshitasiz, nima bo'ladi hozir bugungi efirda hammasiga shunchaki qo'yib bering. Birdaniga siz o'zingiz ssenariyingizga tushib qolmassiz va o'shaga tushib qolishni talab ham qilmang. Men kerakli joylarini, kerakli tegishim kerak bo'lgan yaralardir, balki yechilish kerak masalalardir, balki o'shalarga tegarman. Man tegarman emas, manlik bu yoqda yo'q. Meni ovozim orqali qaysidir reja amalga oshayotgandir. Xudoning rejasi sizga yetkazayotgan gaplari. Shuning uchun sizlardan shunaqa o'tgan safar iltimos qilganimdagi iltimos qilaman. Shunchaki onaligimni eslash uchun kirdim va bir niyat qiling, duoingizni. Men ham hozir mana shu efirga kirgan joyimda bu mavzuni, bu hayotda o'sha bizani bugun uchrashtirgan, eslashimiz kerak bo'lgan shu onalikka gaplashishdan oldin men ham duo qilib olaman. Siz ham duo qilib oling. Jim xotirjam. Hozir bu efir tugaydi. Har qanaqa dunyo ishlarini nimalarni tashlab turib, o'zingizni berishingizni tavsiya qilardim. O'sha bera olganingizda, butunlay bag'ishlaganingizda sizni o'ylash kerak. Hammasi ishlanib yurgan qadamingiz mana shu o'zingizni berib turishingiz bo'lib xizmat qiladi inshaalloh. Duo qilib olamiz.
Ilohim niyat qilamiz, duo qilamiz. Ochuvchi suralar hurmatidan onalikka har biringiz xohlagan o'sha sevgi, huzurli farzandini rohati, kamolini ko'rishni istagan o'sha rohatli manzillaringizga, o'sha diyorlaringizga, o'sha olamlaringizga shunaqangi oson sevgida o'zini rahmat eshiklari ochilishi. Endi savol beraman. Iloji boricha javob berishga harakat qiling. Anaqani ochib. Mikrofonni ochib qo'yganman kimman? Men hozir ochib chiqaman. Faqat mikrofon ochayotganimda bilib olinglar. Kim gapirayotganda ochadi mikrofonini, keyin sirasi to'xtatadi. Ochib qo'yib, qaramasdan u yoqda boshqa narsalarning ovozlari kelib qolmasin. Iltimos sizlardan efir buziladi. Meni fikrlarim shunaqangi tez boshqa joyga chalkab ketadi. Onalik haqida birga gaplashamiz. Hozir men ochib chiqaman hammani mikrofonini. Kelmagandan men savol bitta so'rayman, siz javob berasiz. Men javob berishdan umuman uyalmang, umuman qo'rqmang. Boricha samimiy gaplashamiz. Bu yerda gap ilm mavzusida, kim o'zini fikrini bildirishda hech qanaqa uyat degan narsa yo'q. Yer shunchaki bir o'yin maydoni. Kim meni nimadir deb o'ylaydi degan narsani olib tashlang. Bo'lmasa hech qachon rivojlana olmaysiz. Siz hamma kabi mana shu dunyoda Xudoning ruxsati bilan nafas olib turibsiz. Odamlarni qanaqadir fikri hammasini olib tashlang. O'tgan safar mana shularni gaplashib oldik. Bekorga qonunlarni o'rganmadik. Kimlarnikidir o'zi ochilmayapti. Ruxsat berilmayapti. Qolganlarni hamma mashqda bor mikrofonlarni ochib chiqdim. Ochilmagan deyarli qolmadi. Xo'sh, endi savol. Siz o'zingizni qanaqa onaman deb o'ylaysiz? Tez o'zingizlar bu yoqda varog'ingizlarga birinchi shu savolni yozib olinglar-da. Bu yoqda kim javob berishni xohlaydi? Nimasidir yechilib ketishi uchun. Assalomu alaykum ustoz. Assalomu alaykum ustoz. Assalomu alaykum. Xo'sh. Birinchi mikrofonni ochgan eting. Qanaqa onaman deb o'ylaysiz? Men o'zimni ovoz kelmayapti. Kim ovozi kelayotgan bo'lsa, ayting. Yoki meni ovozim kelmayaptimi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ustoz, xayrli kun. Ustoz, ovozim boryapti. Savolga javob. Tez boryapti-da. Ayting. Ustoz, men o'ta ham mas'uliyatli onaman deb o'ylayman. Bolalarimni xato qilishdan juda ham qo'rqaman. Xato qilib qo'ymasin deb doim tepalarda turishim kerak, doim yonlarida bo'lishim kerak deb o'ylayman. Bo'ldi. Zo'r. Davay. Yana kim? Assalomu alaykum. Men bolalarimga ko'p erkinlik berganman. Hamma narsani o'zlarining xohishlariga qo'yib qo'yganman. Qanaqa onaman? Yo'q, bolalaringizga nima bergansiz emas, o'zingizni qanaqa onaman deb o'ylaysiz? Onaman. Namunali ona deb hisoblayman o'zim. O'zimda borini berganman. Bo'ldi. Assalomu alaykum. Bir og'iz so'z bilan qanaqa onaman deb o'ylashinglarni boricha maskani shilib aytishinglar kerak. Chunki shu transformatsiya bo'ladi bugun sizni bilan. Mana shu o'tadigan har bitta gapimiz ishlanadi. Javobi keladi. Assalomu alaykum ustoz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Men o'zimni qattiq qo'l onaman deb o'ylayman. Ustoz, assalomu alaykum.
Assalomu Mana alaykum. bolam uchun yashaydigan anaqa ona deb o'ylayotganman. Bolam uchun yashaydigan, bolamga faqat Fidokor. hamma narsani bolamga qaraydigan ona ekanman. Fidokor onaman. Da. Yana. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Men o'zimni mehribon ona deb bilaman. Bolam uchun hammasiga tayyorligim. Mehribon ona bolasi uchun hamma narsaga tayyor. Bolasi uchun hamma narsaga tayyor onani nima deb nomlanadi? Mehribon onaga kirmaydi bu. Bolasi uchun hamma narsaga tayyor ona nima deb nomlanadi? O'rganingiz jonimdan ham ortiq bolalarim birinchi o'tirdi. Hammadan ketishi mumkin. Bolarim uchun o'zimdan kechgan onaman. Shunaqa desak bo'ladimi? Shunaqa desak bo'ladi. Bo'ldi. O'zidan kechgan onaman. Siz onaligingizni nomi shunaqa. Bo'ldi, хорошо. Fidokor ona, o'zidan kechgan ona, qattiqqo'l ona, namunali ona. Yana undan oldingisi hozir esimga kelmayapti. Yana. Assalomu alaykum ustoz. Xayrli kun. Assalomu alaykum. Men nazoratchi deydimi, nazorat qilishni yaxshi ko'raman. Kontrolyor onaman. Ha, shunaqa. Nima ishlaridan xabardor bo'lib turishni xohlayman-da. Lekin yaxshi onaman deb hisoblayman. Bo'ldi, siz nazoratchi onasiz. Хорошо. Bo'ldi, mana mikrofonni ochishga ruxsat bersa shunaqa bo'ladi. O'chirib qo'yaman endi mikrofonlarni. Bu mavzuni sizlarga yodlab aytib berishim mumkin emas. Hammani ichidagi hislaridan yaraladigan mana shularni gaplashmoqchi edik, lekin mikrofoninglarga shuncha e'tiborman ahamiyat bermayapsizlar. Mana shu efirlarda o'zini ko'rib olsa bo'ladi hamma. Voy, aytimdan chiqib qopti-da. Voy, shuginaga shunchami deyishi mumkin kimdir. Nima shunga urush berdi deyishi mumkin, lekin agar sizda shugina kichkinagina xatoyingiz qolgan shuncha odamni fikrini buzadi. Efirga kirdingizmi, dars o'tmoqchimisiz, o'zingizni shu bir ibodatga kirgandek bag'ishlasangiz, sizga eshitib o'tirganingizni o'zida yo'qib keturadi. Yoqib qo'ydim, lekin shunaqa bo'ldi. Hozir endi davom etaman. Orada savol berganimda ichinglardagi fikringlarni tez aytib mikrofoninglar yoqib antennanglar yaxshi bo'lib chiqib turibdimi? Bemalol gapira olasizlarmi? Shunga qarab chiqib gapiraveringlar. Tak, men o'zimiz haqimizda mana yana bu yoqda Malika, siz bor bo'lsangiz, kimni mikrofoni уже ochilib qolyaptimi, yopib qo'ying, men chatga qarolmayman. Qarab buni ichiga tekshirsam fikrlarim buzilib ketadi. Lekin efirni bugun ochishim kerak edi. Chunki leksiya o'qimoqchi emasman. O'tgan safar u qonunlarni aytishim uchun mikrofon kerak emas edi. Bugun ochilishi kerak edi, birga gaplashamiz deb. Endi qaranglar, hozir bu yoqda ishtirok etayotgan 50 tadan oshiq ayol bo'lsa, hammasini o'ziga bergan nomi bor va o'zi o'sha nom asosida faoliyat yuritadi. Xudo bermagan u nomni, siz o'zingizga o'zingiz bergansiz. Alloh hamkorlik uchun ayolni tanladi. Mana ayolni qarang, bu qanaqa katta, juda ham katta kompliment. Bu shunaqa katta ishonch, buyuk ishonch, Rob yaratuvchini ishonchi, o'ziga hamkor. Qarang, o'zi bilan xuddi o'zidek huquqqa ega. Mana bundoq qarasangiz. So'ragan onani, mana tuqqan ayolni duosi shunday ijobat, homilador ayolni duosi ijobat, bolasini emizayotgan ayol duosi ijobat, farzandi haqqiga onani faqat qilgan duosi ijobat. Onaga yaxshilik qil, ona valid. Qur'onda qancha kelgan ona bo'lib. Buni tegini
biz просто shunaqa deb o'ylaymiz. Ana для галочки, ha onaga yaxshilik qil, ha ona shunaqa, ha ona. Lekin aslida qudratliligini, onadagi qudrat, ona bo'lish qudrati, u hamma yoqni yo gullatib yuborishi, yo parokanda qilishi mumkin. Onadagi qudrat. Agar qudratini boshqara olsa, u gullata oladi. Boshqara olmasa, u vayron bo'ladi. Chunki unga shunday qudrat berilgan. Ayolga unga bachadon berdi, uy berdi ichkarida. Qalbi tagida, qalb bu Xudo bilan birlashadigan vasl xonasi bo'lsa, uni tagida yana alohida uy berdi. Va har bir ona o'zini tushunchasidan, olgan tarbiyasidan o'ziga qanaqadir deb ona deb nom berdi. Kimdir o'zini aybdor ona deb savalaydi. Kimdir meni nazoratchi ona. Men bolalarimni nazorat qilmasam bo'lmaydi. Men bolalarimni har doim bilib turishim kerak. Men namunali ona bo'lishim kerak. Mana shu namunali ona bo'lish tashqarida namuna bo'ladi. Mana shu namunali onaman deyotganlar eshitib ko'ring. Agar yo'q deb yolg'on gapirasiz desangiz, o'zingiz bilan yuzlashib ko'ring. Namunali onaman deyotganlar tashqarida namunali ona bo'lish uchun harakat qiladi, lekin ichkarisida umuman namuna yo'q. Uni ichida o'sha hislari bola sizdan uzoqdami? Bola siz bilan munosabatlarida og'riqmi? U sizni tashqaridan qilayotgan harakatlaringizdan emas, u sizni ichingizdagi hislaringizdan qochayotgan bo'ladi. Men qanaqa onaman deb so'ramang o'zingizdan. Bolam men haqimda nimani his qiladi deb so'rang. To'g'ri savol, bolam mendan nima his qilyapti? Siz men bunaqa ona bo'lishim kerak, aqlli, odobli, hayoli deb tashqarida urinsangiz, bu ham yaxshi, lekin ichkaringizda o'sha narsa bo'lmasa, bo'ldi. U bolangiz kimdir bo'lishi, qanaqadir bo'lishi, uni tashqaridan kurashganingiz baribir foydasiz. Qanchadir urinsangiz ham. Mana men qanaqa onaman emas, bolam men haqimda nima his qiladi deb so'rashga Qur'ondan fakt. Onasi unga homiladorligida og'irlik bilan ko'tardi, og'irlik yuk ko'tardi va og'irlik ila tug'di. Luqmon 14-oyat. Bu og'irlik tanaviy og'irlik emas, bu ruhiy, qalbiy, eng ko'p holda o'zini qadri bilan bog'liq og'irlik. Chunki o'sha homilador ayollar ruhida kechinmalarda homiladorlik haqida voy men shunaqa ko'tarib yuribman, qiynalibman, voy degan mingta pretenziya, xuddi bitta zo'r ish qilayotgandek yoki kimdir yengil ko'taradi, kimdir og'ir ko'taradi, toksikoz bo'ladi, qusadi, nimadir bo'ladi. O'sha ichiga tushgan ruh uni o'sha joydan tozalashni boshlaydi. Homiladorlik bu ayol uchun eng birinchi onalik darsi. Onalik darsi o'tiladi. 9 oy, 7 oy yoki kimdir abort bo'lib yoki nimadir bo'lib tushib ketadi, darsni olishga tayyor emasligiga qarab. Kimdir farzandi orqasi bilan keladi, kimdir 3 kun dard tutadi, kimdirki dardi o'ta achchiq, kimdirki oson, xuddi orgazmdek dunyoga keltiradi farzandini. O'sha tushunchalari, bilgan dasturlari bilan birga bir bog'liq bu. Shuning uchun men farzandimni nazorat qilyapman deganlar, siz farzandingizni tarbiya qilishingiz kerakmidi yoki nazoratmi? Sizga Xudo nimani berdi? Men bolalarim qayerda bo'lishini bilishim kerak. Men bunaqani bilishim kerak deyotganingizda, men bolalarimni har qadamidan xabardor bo'lishim kerak deyotganingizda, siz unga Xudo bo'lib qo'yasizmi yoki onami? Onalik bilan xudolikka farqi bor. Onalik, egalik deb buni ko'p gaplashganmiz. Hozir yana eslaysiz. Onani qalbi bolani olamga yuborgan ibodati, xuddi onani qalbi bola shaklida olamga chiqqan ibodatini ko'rinishi.
uni qalbi nima bo'lsa, qanaqa bo'lsa, o'sha farzand onani ishlanmagan, hal qilinmagan savoli, yopmagan, ko'rmagan xatosi, ko'rgisi kelmagan, o'zidan qochgan hammasi bolada jamlanib chiqib faoliyat yuritadi. Farzand sizni tarbiyangiz o'sha farzandga kerakligi uchun berilmadi. Aksincha, o'sha farzandning tarbiyasi sizga kerakligi uchun berildi. O'sha farzand sizni tarbiyalaydi. Hech kim tarbiyalamagan, onangizni ham, otangizni ham, hech kimni Qur'onni ham sizga kuchi yetmagan deylik. Eshitmagansiz, quloqlaringiz yopiq bo'lgan, sizga xabari berilgan nimadandir, dunyoyingizdan, oxiratingizdan, ha degansiz, bildim deb jim itoatda yurgandek ko'ringansiz, ammo ichkaringizdagi g'alayon o'sha sizga hech kim tushuntira olmagan darsini farzandingiz keladi, shunaqangi zo'r tushuntirib beradi. Siz bir odamni shunaqa yomon ko'rasiz, hech qachon kechira olmaysiz. Ayblaysiz, qaysidir erkakga, qaysidir ayolni kim fohishalarni yoki shunaqa qabul qila olmaysiz. Kaltiyibga kelganlarni, yelkasi ochilganlarni, yana so'kib gapiradigan kimlarnidir bir ham qabul qila olmaysiz. Yoki ichuvchi, so'kuvchi, uruvchi, yana va hokazo jinoyatchi nimalarnidir ham shunaqa yomon ham qabul qila olmaysiz. O'zi bu dunyoda ular Xudoning amri bilan, uni rejasi, uni ruxsati bilan shu ishlarni qilib yuribdi. Yaxshimi, yomonmi, unga bergan hayotini yo qora, yo oq tarafida tanloviga qarab yashab yuribdi. Javob berish ham o'zi Xudo bilan o'zi yakkama-yakka bo'ladi. Lekin bizni banda sifatida student, ular ham student, biz ham studentmiz. Biz ko'proq narsani bilamiz. Bizga tushuntirishgan, ota-bobomiz shayxlar bo'lib o'tgan, kimlardir bo'lib o'tgan, biz zo'r tushundik, bildik. Bizga ishton lozim tushmadi, boshimizdan ro'mol tushmadi. Shunday tarbiyada o'sdik-da, lekin anu kiyimsiz yurganini aybladikmi? Bu u ham student, biz ham studentmiz, lekin bizning yo'limiz boshqa, uni yo'li boshqa. O'sha ayblagan joyimizda o'sha bizga farzand bo'lib berilaveradi. Agar boshqachasiga berilsa, yomon eri bo'lib berilsa, undan ajrashib ketaverasiz. Bo'ldi. U qiyin emas. Lekin farzandingizdan ajrashib keta olasizmi? Ona sifatida jinoyat qilgan bolasini ham ona shunaqangi aybsiz joylarni qidirib faktlarini topib beradi. U bekorga qilmadi buni, uni mana bor deydi-da, uni shunaqangi oqlab beradi. O'sha kechirim degan narsa o'shanda sodir bo'ladi. U butun umr yomon ko'rgan, nafratlangan odami bolasida hamma o'sha kачестволari bolasida ko'rganda bu bolam bekorga unaqa bo'lmadi. Kimnidir uyini o'g'irladi, kimnidir yoki deylik o'ldirib qo'ydi. O'sha jinoiy zalda turganda bolasi bilan siqilar, kuyar, ammo yolvoradi. Bu bolam bunaqa bo'lishi uchun men bu narsa sababchi, bu yo'qchilik sabab, bir narsa sabab, alam sabab, nafrat sabab deb oqlab beradi. Lekin qachondir shunaqa odamlarni yomon ko'rgan, inkor qilgan. Endi Xudo unga shunaqangi donolik bilan rejasida shunaqa bola beryaptiki, endi u yomonlab qoralagan odamini o'sha shunaqangi oqlab beryapti. Kechirish u yoqda tursin, oppoq qilib beryapti. U bu bekorga qilmadi. Uni otasi mana bunaqa bo'ldi, dodasi, buvisi mana bunaqa bo'ldi deyapti-da. Tushunyapti. O'shanda aytadi, "Ha, ana uni yomonlab ayblagandim. U ham bekorga qilmagan ekan shu ishchi" deydi. Mana Xudo agar rahmat bersangiz shunaqangi saboq beradi. Biza tub-tubidan butunlay ikkita qo'limizni tepaga ko'tarib, "Yo Alloh, men taslimman bu dunyoda hamma bo'layotgan narsa, har bitta harakat, har bitta amalga oshirilayotgan ish bu seni rejang, sen ruxsat bermaganingda agar kimdir qo'lini ham oyog'ini ham qimillata olmasdi. Bizga faqat o'zimni oldimga qarab darsimni olib, nimaga kelganimni yashashim, shunaqa yashashim kerak ekan. Ana kimnidir ayblab o'zim kimdir bo'ldim, lekin bo'la olmagan odamlarni qoralab yoki manmanlik qilishi qanaqa sabog'ini shunaqangi berib qo'yadi bitta kunimiz. 50, 60, 70 bilmaymiz, qaysi yoshimizda bo'lsa ham. Biz qaysidir paytimizgacha zo'r bo'lib o'sdik. Men har doim aytaman, bitta ayolni eslataman-da, 60 yoshigacha zo'r yashagan. Vobshe
to'ppa to'g'ri yashagan. Uni qilgan, tutgan uy tutishi, eri bilan tutishi, bolalariga bergan tarbiyasi, olgan kelinlari hammasi zo'r bo'lgan. Keyin chiroyli qilib, oppoq-oy bo'lib, voy, mana bunaqa bo'lishi kerak edi, mana noto'g'ri yashadi, mana bunaqa qilsa to'g'ri bo'lar, bunaqa qilsa budi bo'ladi deb davrlarda o'tirib, sekingina shunaqa gapirib o'tirganlarni keyin o'zlari tan olib beryapti. Unga ham Xudo og'riq beradi. Senga men shunaqa hayot berdimmi? Shukr qil de, yana dunyoda katta ishlar qil. Masalan, ovora bo'lib, er bilan, bola bilan masalalarni bermadimki, sen shunday davr, shunaqangi rivojlanib olib, sen dunyoda 5 ta emas, 50 ta odamga xizmat qiladigan o'zingni ochishing uchun imkon berdim. Kimnidir karmasi bilan ovora qilib, hali uni kimnidir qoralab qo'ygan yomon joylari bor edi. Oqlab berish uchun o'sha qoralaganlarda xatolik yo'q. U Xudo qora narsani yaratmadi. Uniga yondashuv shunaqa bo'ladi. O'sha yondashuvda odam shunaqa zolim bo'ladi. Mana shunaqa yondashuvda bu fohishaga aylanadi. Aslida hammasi pok ruh mani nafasim, ammo yondashuv unga odamni bergan fikri, to'qimalari, bid'atlari buzib shu ahvolga olib keladi degan narsani tushuntirib ko'rsatib berish uchun shunaqa darsini beraman. U shunaqa darsidan o'tyapti. Uni ovora qilib qo'ydim bolasi bilan, eri bilan, qo'shnisi bilan, qaynonasi bilan. Lekin seni shu berdim, shunaqa o'sgan deb deganini tushunmasdan, xuddi endi dunyoda yashash faqat bolani zo'r tarbiyalash, eri bilan zo'r munosabat, o'g'il qizini uylantirib olish bo'ldi. Shunaqa 4 ta bosqich deb tushunadi. Aslida bu 4 ta bosqich hayvonlarda ham bor. U ham shu bola fikrlaydi, hayvon ham uy-joy uchun harakat qiladi. Hayvon ham bolasi ketidan qanaqa qayg'urishini bilasiz, himoya qilishini. Farzand ham hayvon ham o'sha yerda uyi bo'lishi uchun, maskani bo'lishi uchun harakat qiladi yopiqroq joylarda. Odam hayvondan yuqoriroq ongda, hayvonlikdan o'sgandagina u Xudoga yetadi. Masalan, 7 ta olam bor-ku tanamizda. O'sha hayvonlik bor. Masalan, birinchisi hayvonlik, yeb ichish, o'lib qolmaslik uchun, hayotini saqlab qolish, o'lmaslik uchun, qornini to'yg'izib olsa bo'ldi, o'lib qolmasa bo'ldi. Keyin o'sha ikkinchisiga o'tadi, ikkinchi olam, ikkinchi energiya markazi, uchinchisi, to'rtinchisi. To'rtinchisini o'zida, to'rtinchisi bu u endi shu yerda tushunsa bo'ladi, odam bo'lish qanaqaligini degan markaz. U undan yuqoriroqqa ko'tarilganda, o'sha yuqorida mana shu boshini tepasida o'sha ongi o'sganda u Xudo bilan o'sha birlasha oladi. Vasilli, o'sha namozda xushuni yoki yurganida, turganida, uni qaysidir vaziyatlar uni og'ritib, kimdir unga azob bera o'sha odamlar bergan azob unga ta'sir qilmaydi. U chunki Xudo bilan birlashishi ta'mini totgan bo'ladi. Ungacha u mana hayvonlikdan o'sib chiqishi kerak. Qachon biza bo'ldi, men zo'r bo'ldim, mana men qotirib qo'ydim, bemalol gapira olaman endi deganda shunaqangi Xudo darsini beradi, shunaqa tushuntirib qo'yadi. O'sha ayollar men aytayotganim, keyin o'sha paytda shuncha yil yashirinib turgan, uni qachon eri bir hayot qaysidir darsda boshqa bir ayol bilan birga bo'lgan, yashagan, o'shada orttirgan farzandi bo'lgan. O'sha farzand 16 yosh bo'lguncha siri ochilmaganda, lekin o'sha ayol kibrga kirib, o'sha men endi nimadir zo'rroq qildim, mani palonchini kelini bunaqa, meni kelinlarim Xudoga shukr, yaq desam qo'limga qo'nadi. Xuddi manlagan joyda shundoq Xudo shatda unga dars berish uchun o'sha yopgan sekretini shundoq ochib chiqarib beradi. Endi u ayol nima qiladi? U bog'lanib qo'yuvdi. U men zo'r bo'ldim, to'g'ri bo'ldim, men hojiman, men yana kimmandir, men davlat kezdim, menda hammasi zo'r, voy, uyim ham, joyim ham baland qavat. Keyin hech qaysi qavat ham, boyga hojona degan so'z ham hammasi to'kilib ketib, endi insult bo'lib, uni og'irini o'tkazib, shunda ham o'ziga kela olmasdan keyin o'sha ruhshunos kerak bo'lgandan keyin baribir ham kechira olmayman, baribir dunyoga hammadan nafratda, alamda
endi qani shuncha tushunchalar? Man to'g'ri yashadim, man o'zimni bilgan ilmim bilan zo'r yashadim degandek ko'rsatish mumkin, lekin o'zi man orqali o'saman, yo'limni topaman deb Xudo bilan samimiy niyat qilish mumkin. Tashqarida kimgadir ko'rsatib qo'yiladigan bunaqa bu nima deydi, soxta yasama bostirish bu kerak emas hech kimga. Chunki bu dunyoda kimdir hozir xo'rlanganmi, eri xiyonat qildi yoki kimdir eri ardog'lab turibdimi, o'zi ikkala ayol ham bir xil. Faqat ularning darslari bor. Bir darsdan o'tyapti. Ikkalasi ham student. Bu dabdala yomon edi. Arzimaydi u sevgiga, shuning uchun buni eri tashlab ketdi. Unisi sevgiga arzigani uchun ardoqladi emas. U nimadir mehnat qildi, qaysidir dasturlarni o'sha joyga olib keldi. Buni ham qaysidir dastur amallari o'sha joyga olib keldi bor. Odamni o'zi yuz ko'zi emas. Bizning yuzimiz, ko'zimiz, tanamiz yo'q, bizning faqat amallarimiz bor. Yaxshi amal qilganlarni bilasiz, u qo'rqinchli bo'lsa ham shunaqa nurli, bir chiroyli bo'lib ko'rinaveradi. Lekin amallarida sovuqlik, og'riqliklar, u qancha dunyo go'zali bo'lmasin, bezasiz undan ketasiz. Shuning uchun bilib olingki, faqat amallari bilan odam yo go'zal, yo xunuk. Tashqi ko'rinishdan chiroyli, xunuk degan narsa yo'q. Faqat xunuk, chiroyli amallar bor. Shuning uchun farzand bu. Mana hamma yerda yashab yurgan farzandlar, erkakmi, ayolmi, ularni eng birinchi ona tuqqan. Mana men degan erkakka dunyoda borki, hamma tiriklikka ona tuqqan. Onani ko'ryapsizmi, qanaqa lavozimi, ligotasi bor. Ona bergan degan lavozim ichida turib, u o'ziga past baho berishi, o'zini ataka qilib ayblashi, qoralashi, bu qanchalik uni tanlangan, hamkor qilib tanlangan o'sha nufuziga, xiyonatga o'xshaydi, inkorga o'xshab ketadi. Shuning uchun onani qalbi bu bolani harakatlanayotgan bolasini ko'rinishida. Shuning uchun masalan eri yoki kimnidir emasda eriga gul ruhlantiradi, gullatadi degan narsa bu ham to'g'ri. Ayol orqali gullaydi erkak. Chunki tug'ilganidan boshlab o'sha ona orqali, onasi orqali rivojlanish, onasi orqali quvvat olish o'rganganda erkak ham, ayol ham hamma. Shuning uchun shunaqa. Lekin bu san shuni gullatishing uchun bir dunyoga ayol erini bir kimdir qilish uchun kelgani yo'q. U ona bo'lish uchun. U o'zidan shunday erkaklarni, shunday bir baxtga to'ladigan, bir oilani gullatadigan erkakka va shunday ayolni rivojlantirishi, dunyoga uzatishi uchun kelgan uning missiyasi. U bitta eridan siqilar, unga eri sevgi bermagandir, baxt bermagandir, yana va hokazo. Xo'p, shunday baxt beradigan, shunday sevgi beradigan, sen qanaqa erkak bo'lishini xohlarding eringni? Xuddi shunday farzand o'g'lingni tarbiyalaganda uzat. Ana unda bitta sen ololmagan baxtni mingta ayol oladi. Shu ering sen dunyoga uzatgan erkak orqali uni ayoli, farzand qizini qizi, yana kimlardir tarqalib ketadi. Sen tarqatasan o'sha zanjirni. Dunyoda shunday erkak yaralishi uchun sen xizmat qilasan. Senga eringni bermagan sevgisi, mehrsizligi shunday xizmat qilsinki, sen o'sha og'riqlaringdan bir daraxt o'stir, ya'ni o'sha o'g'ilni shunaqangi mevasini yeb, hamma huzurlanib, daraxt ekkan bog'bonni duo qilsin. Onani vazifasi faqat shu. Bolasiga qimmat kiyim, qimmat uy-joy, qimmat o'qishlar berish emas. O'sha farzandiga ichidagi og'riqlar tozalagan, toza qalbidan uzatadigan o'sha sevgisi. Bolani ruhiy holati onani qalbidagi kasallik yoki sevgi nuqtalari bilan birma-bir bog'liq. Qur'onda Muso alayhissalomning onasiga shunaqa oyat keldi. Biz unga sizni emizishni va xotirjam bo'lishni ilhom qildik. Qasos surasi 7-oyat. Bu nima degani? Onalarga qalb orqali ilohiy o'sha sevgi kelib turadi. Agar onani qalbi sof bo'lsa, u niyat bilan, sof niyat bilan yashasa, bolasi himoyada. Har qanaqa yerdagi dasturlardan himoyada bo'ladi. Ruhiy, mana sut degani ko'kragidan berdi. Sut bu onani
masalan sut orqali kirgan, sut bilan kirgan, nima deyiladi, jon bilan chiqadi deydigan narsa, aslida ruhiy sut bu onani holati bolani ruhiga ko'chadi, o'tadi. Ayolning shifosi farzandni shifosi. Shunaqangi muhim ona o'zini o'zi shifolashi, ona o'zini birinchi yamashi. Mana psixologik va Qur'oniy nuqtai nazardan o'zi ikkalasi bitta. Qur'on, psixologiya faqat shu Qur'onni tushunishdagi terminlarni tushunish qiyin bo'lgani uchun jaydaricha tilda dehqonchasiga tushuntirib berish tili. U boshqa hech narsa emas. Odamning asosi ruh, tana ruhsiz hech kim hech narsa emas. Shuning uchun shunaqa tushuntiradi. Ona o'zini ayblayotgan bo'lsa, agar o'ziga nisbatan shafqatsiz bo'lsa, bola ichida men noto'g'ri odamman, men aybdorman degan e'tiqod bilan ulg'ayadi. Boshqacha bo'la olmaydi. Onani ichki tinchligi, xotirjamligi farzandda ichki kuchni shakllantiradi. Mana Muso alayhissalomning onasiga nima deyildi? Farzandi xavfda, hozir hamma bola chaqaloqlar o'ldiryapti deganda nima deyildi? Sen uni suvga sog'indi, sen chorasini qil, savatga sog'indi, dengizga oqiz, ya'ni menga topshir. Sen bolani shunda tashlagin deb bor, qayerga ketsang ketur, bola turursin, o'zim himoya qilib olaman demayapti Alloh. Sen farzandni ol, hamma uxlayotgan paytda sekingina sezdirmasdan uni daryoga topshir. Ya'ni ona sen qo'lingdan kelgan hammasini qilgin-de, bolani menga topshir deyapti. Nazorat qilib, voy endi nima bo'ladi? Yo'q, men dengizga topshirsam hozir u tutib olishadi-ku uni. Ertaga quyosh chiqqanda bu suvda savat ko'rinib turadi-ku. Voy deyishi mumkin edi, lekin unaqa demagan deyapti. Musoni onasiga kelgan o'sha oyat butun onalarga aytilgan oyat. Bola, sen menga topshir, qo'rqma. Qo'rqma dedi. Mana Qur'onning psixologiyasini qanaqa va hamma psixologiya o'shatadi. Qo'rqma, menga topshir, sen meni himoyamdasan. Bo'ldi. Meni himoyamdasan, chunki sen onasan-ku, farzand bu, men berdim senga uni. Sen mana qaranglar, o'zinglar nazorat qilgan, ketida yurgan, papalagan, bolasini shamol ham tegizmagan bolalarni ko'rasizlar, qanaqa bo'lib o'sadi? Shunda bitta anaqaga bolam yiqilib tushmasin, nimadir bo'lmasin deb asrab turgan joyida imенно o'sha joydan yiqiladi. Men o'zim ham bularni bilganim bilan, men hozir aytdim-ku, men onalik, men farzandga qanot bering kursini o'tmoqchi bo'lgan kursimni shuncha yil farzand tarbiyalaganda yo'l qo'ygan xatolarim yoki qaysidir joyda topgan yutuqlarim, to'g'ri yondashuvlarim, xatolarimni tushunib keyin boshqacha yo'nalishimni o'zgartirganimda erishganlarimga shuncha yil farzand tarbiyalagan umrimga bag'ishlayman dedim. Qaysidir masalan, men sizga 5 yillik ona bo'lib gapirmayapman. Bo'ldi, gapirishga haqqim bor yoki men bemalol gapira olaman deb bir 80 yillik ona bo'lib ham gapirmayapman. Haqliman, haqsizman ham demayapman. Shunchaki o'sha yillar davomida, o'sha farzand tarbiyalash davomida hozir men 30 yillik onadirman. O'sha 30 yil ichida oddiy 30 yil emas, 300 yillarni xuddi bosib o'tgandek bo'lgan, o'sha tushunib qolgan, o'sha ko'rib qolgan, anglab qolgan nimalarimdir, hali yoshroq, endi hayotda farzandini rivojlantirayotgan onalarga bitta shpargalka o'laroq, menga o'xshab shuncha yil qiynalib yurib, bir yo'lini topmas, osonroq topish uchun mana shu kursda tug'ilyapti, dunyoga kelyapti. Shuncha bilsam ham, o'zim qizim tug'ilganda shunaqangi papalashga yo'q, mayli keyin nima bo'lsa bo'lar, lekin hozir men buni yo'q, shunaqa bola sog'ingandik-ku hammamiz. Yerga umuman emaklashga ham qo'ymasdan, faqat qo'limizda qo'lma-qo'l kalash bo'lib, shunaqa qilib o'stirganimda yiqilib tushmasin, mana shu zinadan yiqilib tushmasin, mana shu zinadan qo'rqaman de. Xudo o'zing asraysan, bilaman,
deganim bilan butunlay topshira olmasdan shunday zinadan chiqyapti, tushib kelyapti. Hali 1 yoshdan oshganmidi, 2 yoshmidi, eslolmayman, kichkina edi. Men shunda ketayotgan joyimdan davom etib ketaversam agar o'sha bola yiqilmasdi, ichimda bitta narsa aytyapti. Sen ketaverganingda yiqilmasman, ketyapman, qo'limda suvimni shunda to'xtadim. Chiqib kelayotganini ko'rib, to'xtab tur. Men hozir mana kelyapman. Da aldab turibman, shu zinadan qaytib bosib yormasin deb. U meni nabarot qo'limni ko'targanimni ko'rib, meni xuddi bag'riga olmoqchi deb shunday zinadan eng tepasidan tap etib o'zini yerga tashlab. Bu yoqdan adam yaqin turibdilar. Ular ham u yoqdan ikkalamiz hozir yiqilib tushadi degandagi. Xuddi Xudo asraydi deb o'ylamaymiz. Da tabiiy hol odam instinktivni shunaqa qiladi. Ammo men uzoqdaman. Ham kimdir uzoqdami? Ey Alloh. Agar men uni oldida bo'lishim kerak bo'lganda bo'lardim. Lekin o'zing borsan-ku degan narsa lahzada kelmay qoldi-da. O'shanda o'zimni ko'proq yana ko'rib olishga, men nimaga o'zimni qanaqa Xudoga qanchalik ishonaman, bu og'riqlar ichimni ochilishi, ko'p narsalarni tushundim. Shunda yerga tap etib tushdi. Shunda hamma yoq qon. Endi dahshatga tushganim, u Xudoning bolasi-ku o'zi. Lekin men ey Xudo, men sen bergan bolangni asrolmadim. Men yaxshi ona bo'la olmadim. Meni o'zi ichimda men yaxshi ona bo'la olmayman. Men qizimni tashlab ketaman, ichkiga qovuraman degan narsamni, prям o'sha og'rig'im, yashirinib yotgan narsam chiqishi kerak edi. O'zi yaxshi ona bo'lish nima degani degan narsa bilan shaq ochib ko'rganda, bola bilan har kun uyda o'tirgan ona yaxshi bo'larmidi? Sen ikkita bolang bilan uyda o'tirgansan, har kun hech qayerga chiqmagansan, ishlamagansan, uy ishi, bolani o'shanda nega yaxshi ona bo'lmading? Endi har kuni bolam bilan o'tirsam yaxshi ona bo'laman deb o'ylayotgandim. Xullas o'zimni onaligimdagi ko'p narsalar varog'lanib ketdi. Mana shu Muso alayhissalomga kelgan oyat ham menda endi ishlashni boshladi. Onalarga xavotir olma, sen hamma chorani qildingmi? Menga topshir. U o'zi uyda qarab o'tiradigan odamning oldida turgan edi. U hech kimsiz tashlab ketayotgan joyda ham emas. Uni yiqilishi, keyin uni shunaqa yiqilgan joyda beshikast qon meni qo'rqitish uchun edi. Lekin hech narsasiz unga hech narsa bo'lmadi. U birpasda hech qancha bir minut ham o'tmasdan dikillab ketdi. Lekin meni ahvolim вообще yomon og'irlashib qoldi. O'zimga qanaqadir kelolmay, qanaqadir kichkina bir burda bola prям ko'zimning oldida yerga tushgan onalarga bu dahshatli og'riqdi. Har ko'zimni yumganim sarim o'sha yiqilgan taq etadi yiqiladi. Yana tang qayta kelaverib shunaqa holatga kelib qoldim. Ya'ni psixolog kerak bo'lib qoladigan bo'ladi-ku. Keyin o'zingdan qochma. Hozir nima bu? Bolaga prям bog'liqlik, meni o'sha qattiq bog'liqligim Xudo menga shunaqa tushuntirib berdi. Sen bog'lanib o'tirsan ham, uyda yonida o'tirganingda bo'ldi. Masalan, ko'chaga ketganingda hech narsa bo'lmayapti degandek. Shuning uchun bolani biz sizga uni berdik. Uni sen hamma chorasini qilasan, menga topshirasan degani. To'g'ri, hozir bu bir og'iz mana shu efirda nimadir tushunmassiz, men iloji boricha aytaman. Chunki 1 soat efirda butun onalikka, hamma bolaga har xil yondashuvni tushuntirish imkonsiz. Mayli, hatto mana shu tanam nimadir olarsiz deb kelganini aytaman. Xullas, Muso alayhissalom onasi haqidagi oyat aytdim. Ruhiy sut, ya'ni o'sha sut onani bolaga ruhiga o'tishi. Ayollar shifosi, farzandga shifosi. Ya'ni psixologiya va Qur'onni birlashganida agar ona o'zini ayblayotgan bo'lsa, bola o'zini men aybdorman degan nazarda o'sishi, buni o'zingizlar ham hayotingizda ko'rib bilib olsangiz bo'ladi. Oyat borki shunaqa, shukr qilsangiz, men sizga yana ziyoda qilaman degani, bu faqat molga emas, balki bola bilan munosabat, ruhiy bog'lanish ham shukr bilan ziyoda bo'ladi. Farzand bilan orangizdagi ona va bolalik rishtalari shukr bilan ziyoda bo'ladi. Sizni hozir masalan farzandga qanot bering kursi, bu nogiron deb atagim kelmaydi. Asobiy farzandlari bor onalar uchun ham, bu hamma yoshdagi onalar uchun shunaqa bolalar nega o'zi oilada unaqa farzandlar tug'iladi? Bu hammasi haqida bafurja gaplashiladigan narsalar. O'sha nega menga shunaqa bola berildi deb qancha
aziyat chekyapsiz, lekin agar shukurda bo'la olganingizda sizga uni sekretlari ochilib, buni hikmatlari ochiladi. Ona sifatida nima deydi? Mana ona duo, farzand uni ijobati. Onani qilgan duosini ijobati farzand. Biza energiya haqida gaplashdik-ku, odam o'zi energiya, uni faqat hislari moddiylashadi, bilasiz bu gaplarni. Endi anglab ko'radigan bo'lsangiz, hozir farzandingiz sizni hamma duolaringizni ijobati. Siz farzandingiz haqida boshqacha duo qilgansiz, lekin o'sha duolaringizni tagida duo niyatdi-ku, kibrlar borligi bor-ku, ana o'shalarning ijobati. Sizni kibringizni chiroyli qilib joyiga keltirib qo'yish ijobati. Mana namoz berilgani farz. Biz uni tez chopib bo'lsa ham 5 mahal qilib o'qib olishimiz, fizikulturani 5 mahal qilgandek deb tushunamiz. Aslida bu farzand tarbiyalash uchun struktura, me'yor, diqqat va sabrni shakllantiradigan maskan. Chunki ona o'sha namozxonmi, o'sha shayxmi, kimnidir qandaydir farzandni dunyoga keltiradigan ona bo'lgani uchun buni shunaqa tushuntiryapti. Bu namoz o'qidimi yo'qmi deb bir-biri bilan savalash emas, u o'sha joy namozda o'ziga ulanishi, ya'ni Robbisiga ulanishi, o'sha diqqatli, sabrni o'rganishi. Farzand tarbiyasida kerak bo'ladigan eng asos mana shu namozda berilgan. Ya'ni chegara, intizom, namozdagi hammasi qarang. Chegara, intizom, tinglash, sabr. Bu mana shu joy namozdagi holatingiz, mana shu sizga yuborgan mana shu audioni efirni qayta eshitsangiz ko'proq tushunasiz. Hozir balki tushunmayotgandirsiz. Uni struktura dedim-ku, birinchi chegara, intizom. Ichki intizom shunaqangi muhimki, farzand tarbiyasida o'sha ichida intizom bo'lmasa, u hech narsada rivoj bo'la olmaydi. Ichki intizom, tashqaridan disiplinaga rioya qilgan odam bo'lish emas, ichkarisida u boshqacha, u qiyin, og'riqli emas. Ona bo'lish o'zi shunaqa mazza, lekin biz ona bo'lishni shablonlarni ko'chirib yurganimiz uchun o'zimiz asli o'zimiz xohlagan, o'zimizni yo'limizga ona bo'lmaganimiz uchun qiynalib ketyapmiz. Kimnidir davom etish bu rosa qiyin. Yashalgan, o'sha bu bo'lingan onani davom etish bu rosa qiyin. O'zingiz bo'lish, o'zingizga berilgan ona sizga boshqacha bola beriladi. Chunki siz o'sha onangizdan boshqacharoq bo'lib ajralib chiqdingiz, boshqacha muhitda o'sdingiz. Va sizga Xudo o'sha boshqacha davrda boshqa farzandlarni berdi. Nega farzandga qanot berish deyman? Farzand Musoni onasi nima qildi? Bolasini bekitib yoki o'zi bilan bag'riga bosib, qayergadir qochib ketmadi. Yo'q, men bolamni hech kimga bera olmayman. Yo'q, demadi. Biz o'ylaymiz, Xudoga topshir desa, yo'q, to'g'ri, topshiraman, lekin baribir hozir Xudo xuddi hozir uni boshqa ko'proq ishi bor deb bunga qachon qaraydi, ahamiyat beradi degandek narsamiz turadi, g'imillab ichimizda. Musoning onasi farzandiga qanot berdi, qo'yib yubordi. Onalarga farzand uni ushlab turish uchun emas, uni parvarish qilib, uchirib yuborish uchun beriladi. Chiroyli ucha olishi, o'sha chiroyli manzil makonlar qurishi shunaqa uchun beriladi. Qur'onda Ibrohim alayhissalom Ismoilni fido qilishga o'sha rozi bo'lgan paytlarida eslab ko'ring. Farzandiga men tushimda seni so'yganimni ko'rdim deydi. U mayli ota, sizga buyurilganini bajaring, inshaalloh meni o'sha sabrlilardan topasiz. Soffat 102-oyat. Bu nima degani? Bolaga ishonish, bolasiga aytmasdan shuni qilsa ham bo'lardi-ku. Lekin bolasidan so'radi. Keyin bolasini gapini eshitdi va ishonib, o'sha bizgacha shunaqa berilgan, biz geografik tushunamiz-da, so'ymoqchi bo'ldi.
aslida bu qurbon qilish degani bolasi nima deydi? Hayvonni qurbon qilgin sen bola o'stirishingda. Ichingdagi hayvonni qurbon qilgin degan ilmni berganda, keyin bolani so'ymoqchi edi, o'tga qo'y tushdi. Biz to'g'ridan to'g'ri tushunganmiz-ku hamma narsani. Uni ruhiy tarjimasi bor. Va bolaga ishonish, uni ruhini bo'yini o'sish uchun xizmat qilish. Bolangizni kichkina bolangiz, men buni bir masalangiz bilan, eringiz bilan masala yoki nimadir maslahat qilayotganingizda, men bunaqa qilsak bo'lmaydi, ey sen o'chirib tur, jim tur, sen deyiladi-ku ko'pincha. Masalan, biz bolaligimizda hech kim bizdan mana shunaqa qilmoqchimiz, mana shu uyni mana shunaqa qurmoqchimiz, sen qanaqa qurgan degan bo'larding degan narsani hech kim so'rashmagan. U jinnilik bu nimani biladi? Kichkina 7 yashar yoki 8 yashar bola. Hozir bu nimalar ham divar uradi deyiladi. Lekin bolaga ishonch berish, uni eshitib ko'rish va uni aytgan o'sha fikrini aytmoqchisiz, unga nimadir qilmoqchisiz, bitta muhim masalangizni hal qilmoqchisiz. Qani bu ham hozir oila a'zosi-ku, bekorga kelmadi, bekorga mana shu o'tirmayapti. Demak, biz oila deganda ikkita odam faqat hal qiladi emas, oila 3 tami, 4 tami, 5 ta bo'ldimi? Oilada odam. Demak, har birini haqqi bor. Bu oilani masalasini nimasidir yechishga ularda ham erkinlik bor. Ularning ham so'z erkinligi, ularning ham haqqi bor nimadir aytishga. Ular ham chunki o'zini haq-huquq, o'zini xohlaganida nimasidir etib, o'sha muhitda yashash haqqini Xudo berib qo'ygan. Lekin ona sifatida bizni ularni sen to'xtab tur, sen jim tur, sen вообще yo'q bo'lmaydi bu gaping, o'ylab ko'rdingmi, ahmoq kalling bir narsalar. Bo'ldi, u hech qachon fikr bildirmaydigan, og'zini yopadigan, kimnidir fikrini faqat quli bo'lib, o'shaning xizmatini qiladigan xizmatchi bo'lib yetilaveradi. Qachon fikr bildiradigan, aytishi mumkin bo'lgan, fikri inobatga olinadigan bir arzigulik odam bo'lmaydi. Arzimaydigan noloyiq odam bo'lib ulg'ayadi. Mana shunaqa joylarga ahamiyat berish kerak farzand o'stirayotganda. Farzand tug'ish, uni ushlab, bostirib, bir kun meni kelajakda boqasan, kiydirasan, yedirasan deb uni xuddi sigirni boqadi-ku odam. Yaxshilab, qimmat qilib, qanaqadir boylab boqiladigan sigirlar bor, keyin qimmat sigirlar bor, 10 litr sut beradigan. Uni yaxshilab boqib, bolasi bilan zotdor yoki nimadir deb, keyin uni qimmatroqqa sotadi, arzonroqqa olib. Farzand ham xuddi sigir boqib, uni qimmatroqqa sotish uchun savdolashadigan narsa emas. Uni shunaqa tushunishimiz kerak. Qanaqa yondashyapmiz? Xuddi ko'rinishimiz odam, gapirayotgan gaplarimiz odamcha, farzandimiz ham ko'rinishdan sigir yoki eshak emas, lekin pubi nimaga olib borilyapti? Bir kun menga rahmat keltirasan, men aytgandek kimdir bo'lishing kerak, men xuddi unga sarflayapsiz, uniga 1000 so'm sarflab, bir kun menga 100 ming qaytarasan degandek yondashmayapsizmi? Mana shu joylarga qarab ko'rishingiz kerak. Chunki shunday yondashuvda bo'lganlar, onalar qanchasi chuv tushib qoldi. Va o'zi dunyo ham hozir buni isbotlab beryapti. Ko'rsangiz, oldin qizlar tug'ilganda yoqmagan. 3 ta qiz tug'ding, ya'ni faqat otalar so'zi shundan iborat edi. Men bolaligimda eslayman. Ichib olgan eri borardi, yana qiz tug'ibsan, uyga kelma yoki nimadir. Menda sog'riq bo'lgan, miyalarimga o'sha xotiramga saqlanib qolgandi. Keyin buni ochganimda shunaqa ayanchli, men o'tirib Xudodan so'radim, ey Xudo, men shu ayollarning o'rniga tushib qolishdan o'zing asra, men so'rasam ham, yalinsam ham menga qiz bermagin. Bunaqa yerga urilish, yana qiynalib tug'arganda, u keyin eri kelib, kerak emas, pashon qizlaring bilan derkan. Bu shunaqa tushunchalarimda shunaqa og'ir bo'ladi. Keyin shunaqa deyotgan, faqat o'g'il tug'sa, u boqadi, ota-onasini ko'madi, tovutini ko'taradi, niyatni qarang-da qanaqa qilingan. Bir kuni meni boqadi. Bu ona yoki ota обязательно bolasi boqadigan darajada cho'loq yoki kimdir bir burchakda yotish shart. O'ziga shunaqa ustanovka dastur berib qo'yadi. Bolasi uni yedirib, ichirib, lekin ota-ona ham o'zi sog',
qarimasdan o'zini eplab chiroyli yashab shunaqa bo'lishi ham mumkin-ku. Xudo hammaga qarab bir algirlab qolgin degan narsani bermagan-ku. deb yo'q, unaqa tushunchalarimiz bo'lmagan. Shunaqa niyatlarimiz shunaqa bo'lgan. Bo'ldi, o'g'il tug'dimi, unga uchastka qurib berasan. Xullas sani boqadi, o'g'il tug'di, voy bo'ldi, unga hamma narsa mumkin. Uni otga mingan, yana bir narsalar, lekin qizlar jimgina bir chekkada idish-shu, ko'rinma, ovozingni ham eshittirma, aybdorsan, gunohkorsan. Shu tushunchada tushungan. Qiz bola tug'ilgandan beri xuddi sen tug'ilganing uchun gunohkordek, bekkin, yopil, jim, gapirma, bo'ldi. Bundan qanaqa tushunadi ayol? Men aybdorman, men gunohkorman, men endi xizmatkorman degandek tushunchada shunaqangi o'sib keldi. Bu shunaqa xato fikrligini dunyoga Xudo mana o'zi ko'rayotgan bo'lsanglar, faqat hozir qiz kutishyapti. Voy, yaxshiyam qiz bo'ldi, ardog'lanyapti qizlar. Nega ardog'lanyapti? Xo'sh, qizlarni mana Xudo ota-onalarga ko'rsatib qo'yapti. Qizlar ota-onasini Makkaga ham borgan, u ham qurib bergan, davolagan ham, hamma narsa qilgan qizlar. O'g'illar chetga chiqdi. Bu to'g'ri noto'g'ri demayapman. Faqat biza tushunchamizda o'g'il yoki qizni ajratish bu qanaqangi noto'g'ri, bu nima deydi? Xuddi zalolatda, johiliyatda qolganini tushuntirib berish uchun shunaqa ko'rsatiladi. Qiz boshqacha, o'g'il boshqacha, lekin o'g'il bolaga yig'lama, ichingga yut, jim tur. Aslida o'g'il bola ham yig'lashi kerak. U ham fikrini bildirishi kerak. O erkak bo'l, kalta yesang ham yutib tur. Bu qancha erkaklarni umrini qisqartirib, uzoq yashamaslikka olib keladigan stress holatiga keltirib qo'yayotgan odamni yondashuvi. Odamni faqat odam o'ldiradi. Boshqa hech narsa emas. Ajali yetdi-da, o'libdi. Alloh aytadi, sizni siylay rahim umringlarni uzaytiradi, duo taqdirlarni o'zgartiradi deb turibdi. Men bo'ldi, ajalini berdim, shu kuni o'ldiraman demayapti shunday zot. Biza hali ham tushunchalarimiz bilan, bilimlarimiz bilan o'zimizni olgan yoki noto'g'ri qabul qilganlarimiz bilan o'zimiz buzib qo'yayotganmiz va eng olishi kerak bo'lgan, o'sishi kerak bo'lgan narsa, yer qutqarilishi uchun mana shu yer bu johiliyatdan qutqarilishi kerakligini tegdi turgan narsa onalarning ilm olishi. Mana turmush qurib qarang. Bitta qiz erga tegdi yoki bitta yigit uylandi. Uni qaynonasi bor, qaynotasi bor. Uni onalari bir-biriga quda bo'ldi. Ular quda degan nomni oldi. Ani qiz kelin degan nomni oldi, ani bola kuyov degan nomni oldi. Ani qaynona qaynota bo'ldi. Lekin ular qachondir qaynota bo'lib ko'rmagan yoki qaynona bo'lib ko'rmagan yoki ani kelin bo'lib ko'rmagan hali. Ani o'g'il bitta qizga er bo'lib ko'rmagan. Ular endi buni ichiga birinchi marta kirishdi. Tajribadan o'tishyapti. Xuddi takji ona ham hali bir 10 ta bolaga onalik qilib ko'rmagan. U endi bitta bolasini tug'di. Birinchi marta onalik tajribasidan o'tyapti. Bu tajribadan o'tayotganda nima bo'ladi? Ilm yo'qda, tajriba bor. O'zi aslida birinchi ilm olinadi, keyin praktika qilinadi degan bo'lsa, lekin bu yoqda vaqti hech qanaqa ilmsiz, o'sha ko'rgan, ko'zini oldida qo'shnisi, oyisida kimdadir ko'rgan hamma narsadan olyapti-da, u prям tajribaga kirib ketyapti. Tabiiy hol. Bunaqa holda janjal bo'lishi, yig'lashi, siqilishi, u qurbonlar yaralishi tabiiy hol. Chunki ilmsiz qurilayotgan oila bu. Shu oiladan qarang, bu oila degani xuddi bitta og'ir jang maydoniga o'xshab qolgan. U jang maydonidan kimdir o'lik bo'lib chiqyapti, qaysidir ayol yoki qaysidir bola qurbon bo'lyapti. Qaysidir ayol xastada chiqyapti, kimdir nasilkada olib chiqib ketishyapti. Kimdir to'shakka mixlanib, yaroqsiz bo'lib qolyapti. Bular qayerdan chiqishdi? Oila degan jang maydoniga kirgan edi. Lekin oila degani shunaqa jang maydoni deb nega ongida odamlar shunaqa tasvir, tushuncha oldi? Xudo shunaqa dedimi? Nega biza bunday tafakkur qilib ko'rmaymiz? O'sha oilada
qaynonani hali tajribasi yo'q. Endi qaynonani birinchi kelinida o'tadi. U nechinchidir keliniga hech narsa demaydi, urishmaydi ham, lekin birinchi kelinini kunini ko'rsatadi. Men birinchi kelin bo'lganman. Endi hammada shunaqa demayman, prosta ko'plarda shunaqa. Birinchi ona ham, birinchi bolasiga hamma onaligini qiladi. U eng zo'r vitaminini ham yediradi, yaxshiligini ham yoki eng bolasiniga beradigan talabini ham, og'irligini ham beradi. Keyin qolgan bolalariga o'sha boshqacharoq bo'lib qoladi. Keyin aytadi, endi men ko'rdim-da, men bunda qanaqa bo'lganini. Birinchi qizini uzatib yuboradi 17 yoshda, keyingisini kechroq uzatadi. Chunki unda ko'rib bo'ldi deb. Unda ko'rdim, tajribadan bu o'tadi. Endi qarang, kimdir qurbon bo'lyapti shu yerda. Bu qanaqa, nima degani? Bu qurbon bo'lishga nima olib kelyapti? Ilmsizlik olib kelyapti. Nimaga uyda endi biz uni karmasi nimasidir deymiz. To'g'ri. Lekin karmani yechadigan ham, oson yordam beradigan ham ona. Onaga shunchun yaxshilik qil, poyida jannat degani, ona senda shunday imkon bor. O'sha farzanding seni orqali o'zini ko'tarib kelgan karmalarni ham shunday yechib olishi mumkin, yana senga rohat. O'sha farzanding orqali sen huzurda, mazzada yashaysan, chunki sen uni polni karmasini yechish uchun o'zingni titgan, o'zingni kovlagan, o'zingni ochgan ona bo'lding. Mana mukofot shunchun. Farzand Xudoniki, undagi faqat tarbiya sizniki. Farzand sizniki emas, unga bergan, quygan hislaringiz sizniki. O'sha hislaringiz qaytib keladi. Bitta narsani, bitta haqiqatni hech qachon o'chira olmaymiz. O'chira olmaysiz, shuni yaxshilab bilib oling. Siz nima uzatyapsiz? Kimga? O'sha uzatayotganingiz faqat qaytib kelaveradi. Mana xuddi patologga narsa otasiz, bilasiz, uni bumerang. Lekin buni bilish boshqa, bundoq yaxshilab tafakkur qilib, tushunib his ko'rish boshqa. Tepada ham bizani chiqayotgan hislarimizni urilib qaytib keladigan joy bor. Nima uzatasiz? Hammasi qaytib keladi. U dunyo shunaqa qurilgan. Sizdan chiqasiz, chiqqan narsa kirishgan, nafas chiqadi, kiradi. Sizdan chiqayotgan amal ham chiqadi, sizga qaytib kiradi. Nima uzatayotganingiz ichingizda, tashqaringizda. O'shaning uchun men kirayotgan o'zi oila o'zi nima? Nega u bunaqa muqaddas? Unda har bir odamning o'zini so'z erkinligi, uni yashashi, o'zaro tushunish. Nima uchun mana qaynona, ona o'sha bolasini ulg'aytirdi, nimadir qildi, lekin u qaynona degan nomni olgan. Lekin Qur'onda qaynona so'zi umuman yo'q. Qizlar ham bundoq qarasa, qaynonasini qilayotgan amallari onasinikidan ancha yaxshi. Lekin onasi keliniga zulm qiladi, urushadi, nimadirlar qiladi, lekin qizi onasini yonini oladi. Onam bechara, kelinim yomon, kenayi yomon. Tegida nima turadi? U o'zini onasini ko'ryapti, lekin anu qaynonasi ancha adolatli, yaxshi. Kelinidan nimadir talab qiladi. Ona ham qizidan talab qiladi-ku, uyim bunaqa bo'lsin, bu bunaqa bo'lsin degan narsalarni talab qilsa, o'zi u qaynona-da. Qaynona nazarida qarayotgani uchun, nazar o'tgan safar o'shaning uchun yomon ko'radi. O'shaning uchun kelisha olmaydi. Lekin agar bundoq qarab ko'rsa, o'zini onasi bilan o'sha qaynonasini amallarini, o'sha qaynona yoki ona degan narsani olib tashlab, prosta ayol sifatida ko'rsa, bor-ku, hamma narsasi erib ketadi. Bu yoqda bog'liqlik, bu meni onam, bu meni qo'shnim, bu meni kimningdir deb berib qo'ygan nomlar, u sizni oddiy Xudoning dunyosi bilan hammani oddiy birga munosabat bo'lishga qo'ymaydi. Bu onami qora desa ham xo'p deyorishing kerak. Lekin qaynonamni nimadir dedim, u bo'ldi, u o'zini bolasi emas-da, tug'ib qo'ymaganda, bo'ldi, shuni shunaqa qiladi. Lekin tug'ib qo'ygan bolasiga qanaqa zulm qiladigan onalar bor. Tarbiyalayman deb. Mana tushunishimiz kerak bo'lgan nazarlar onalikka ichida ekan, qizlik, ayollik, qaynonalik, yana kimdirlik, bu dunyodagi odamlarga ona nazari bilan faqat qarash uchun onaga aylanib bo'ldingiz. Siz bitta bolani tug'ganingizdan keyin endi sizga ona degan maqom berildimi? Endi siz faqat bolangizga ona emassiz. Siz boshqa hammaga ona nazari bilan qaraganingizda o'sha hamma narsa erib ketadi. Unga boshqa nazarda qarasangiz, uni aybini ko'rasiz, lekin xuddi shu ishni bolangiz qilganda nima qilgan bo'lardingiz?
o'sha siz yomonlayotgan narsani qarab ko'ring, bolangiz ham shunaqa ishlar qiladi-ku. Sizni sinfida bolangizni o'rtoqlarni aybini aytib keladi. Lekin bundoq qarasangiz, bir kun bolangiz ham shu aybni qilib qo'yganda uni oqlaysiz, boshqalarni qoralaymiz. Mana ko'ryapsizlarmi, bizani yutqizadigan joyimiz nima singdirilgan, nimaga ishontirilgan joyda. Endi уже 1 soatdan oshib ketibdi. Endi hozir bitta praktika qilamiz. Keyin yana hozir bu efirda tushunganlaringizni yana yozasiz. Nimani angladingiz, nimani tushundingiz-da, albatta bir efirda hamma narsani tushuntirib bera olish qiyin deb yana xijolat bo'lgandek, voy endi uzr sizlarga, men yegili kelgan narsani men to'ldirib qo'ygan bilan oshqozoningizga faqat loyig'ini yeysiz deb yumshatib, korreksiya qilib yetkazishga harakat qilyapman. Tushuna olganingizcha olasiz. Uyga vazifa qilib beraman hali. Onalik hozir endi kurs davomida sizga savol. Bugun siz farzandingizga qalbingiz bilan nima berdingiz? Qo'rquvmi, xavotirmi yoki duo, shijoat, jasoratmi? O'zingizga savol bering. Uyga vazifa sizga hali bajarasiz. Men tashlab qo'yaman kanalga yoki tashlashga ulgurmasam, bugun chunki meni onalik kunim. Hozir 2 soatga ruxsat so'raganman qizimdan. Efir eshitib vazifalarni shu efir ichidan olasiz. Farzandimga ayta olmagan, lekin qalbimda saqlayotgan gaplarim deb nomlab yozasiz. Bu shunaqa mazza beradi. Men sizga buni yozish uchun muzika beraman. Va o'zingizni bolangiz deb tasavvur qiling. Onangizdan qanaqa so'z eshitishni xohlardingiz shu holingizda, shu xatoni qilganingizda yoki mana shunaqa hollaringizda. Va mana shu gaplaringizni bolangizga aytasiz, yozasiz. O'sha eshitishni xohlagan so'zlaringizni. Endi praktikaga tayyorlanamiz. Chuqur nafas olasiz. Chuqur nafas oling. Onaligim. Siz nafas olayotganingizda har bir olamga hayot beryapsiz. Ko'zlaringizni yuming va ichingizdagi ovozni tinglang. Ichingizdagi seskanish onaligingizni tovushi. Bu titrash farzandingiz uchun uxlamagan tunlar xotirasi. Hech kim bilmagan og'riqlar. Hech kim bilmagan, hech kim ko'rmagan fidokorlik
siz qilgan. Hech kim bilmagan og'riqlar. Siz yashab o'tgan. Hech kim so'ramagan, siz beravergan sevgi, bag'rikenglik, yig'i, ko'z yoshi, quvvat, hayotingiz. O'zingizni butunlay topshiring. Hozir ozginadan keyin bu tugaydi. Sizda asl ona ajralib chiqishi uchun eski ona hammadan orttirgan onalik dasturlari to'kilishi uchun praktikaga kiramiz. Siz ona bo'lgan kun sizga osmonlarcha shodlik yuborildi. Farzand tug'ilganda aslida farzand emas, siz tug'ildingiz. Siz endi faqat tanadan emas, ruhdan yaratilgan ayolsiz. Siz farzandga tana emas, ruhni ham bag'ishlagan onaga aylandingiz. O'zingizga, ichingizga asl haqiqatni eslating. Men yaxshi onaman. Men kerakli onaman. Menga Alloh farzand bergani, u menga ishonch bergani bilan teng. Menda buyuk kuch borligini bildirish uchun o'zimga o'zimni ko'rsatdi. Siz farzand emas, o'zingizni ham sevishingiz kerakligini eslatdi. Siz farzand uchun og'riq yutishni bildingiz, ammo o'zingiz uchun sevgi yutishni o'rganishingiz kerakligini eslatdi. Esla, Alloh onaga biz odamga, onasiga, ota-onasiga yaxshilik qilishni buyurdik. Qur'on 29-oyat. Bilasizmi? Farzandingizga bergan sevgingiz Allohga yetyapti. Xudoga yetib boryapti. Sizni har bir sog'inchingiz Robbingiz huzurida yozilyapti. Siz qilgan har bir yashirin duo yuqoriga chiqib, qaytib sizni topyapti. Nafas oling. Men o'zimni yaxshi ko'raman. Men onaligimni tan olaman. Men ega emas, onaligimni eslayman. Men Robbimni mehrini ifodasiman. Men o'zimni kechiraman. Men o'zimdagi onani qabul qilaman. Men farzandimni farzand deb qabul qilaman. Har bir onada ilohiy qudrat bor va siz o'sha qudratligingizni eslang. Orqaga qaytish emas, oldinga yurish vaqti keldi. Bu dunyoda sizga nisbatan talablar ko'p bo'lgan, lekin sevgi kam berilgan. Endi o'sha sevgini o'zingizdan boshlaysiz. Bugun siz o'zingizni faqat ona sifatida emas, ruh sifatida tinglaysiz. Bu siz uchun, siz haqingizda, sizni qalbingiz,
sizni qalbingiz haqidagi yo'l. Nafas oling, his qiling. Siz har nafas olganingizda sizni taningiz emas, Robbisi bilan bog'langan ruhingiz harakatga kelyapti. Siz nafas olganda ilk onaligingiz, farzandingiz tug'ilgandagi birinchi yig'isi esga tushadi. Siz har nafas olganingizda Alloh sizga sen tanlangansan deb eslatyapti. Siz onasiz, lekin bu degan lafz faqat farzand tug'ish emas. Onalik bu Xudo bilan sheriklikdir, hamkorlikdir. Alloh sheriksiz, u yagona zot. U onani o'ziga hamkor qilib tanladi. Farzandni yerga tushirish orqali sizni taningizda u osmondagi sevgini tani orqali yerga tushirdi. Eslang, siz tug'ruqda yolg'iz emassiz. Siz bilan u, siz yig'lagan tunlar, siz yuzingizni pinhona og'riqlaringizdan hech biridan u bexabar emasdi. Siz Allohning eng go'zal nomlarini namoyon qiluvchi, jonli qalbsiz. Ar-Rohim, Al-Latif, Al-Vadud siz orqali zohir bo'lishi uchun tanlandingiz. Farzandni dunyoga siz keltirdingiz. Ammo farzand siz orqali dunyoga keldi. Ammo u o'z yo'li bilan yuradi. Siz farzand uchun qurbon bo'lish emas, ilhom bo'lish uchun berildingiz. Nafas oling. Tanangizga nozik nur tushayotgandek tasavvur qiling. Bu nur sizni har xil ona obrazlaringiz, yig'lagan, siqilgan, qanaqa boqaman, qanaqa qilib bolam ulg'aytiraman degan qo'rquvlaringiz hammasini eritib tozalab tushayotganini, sizni shifolayotganini his qiling. Bu nur tug'ruqdan qolgan og'riqlarni, o'zini ayblashlarni, boshqa onalar bilan solishtirishlarni, hammaga ishonib, o'ziga ishonmagan kechalarni hammasini yuvib ketyapti. Man onaman va man Xudoning kuchi bilan harakatlanaman. Endi man yangi ong, yangi muhabbat va yangi ruh bilan yashayman. Man uchun kechmas, hammasi endi boshlanadi. Bu sizni qayta tug'ilishingiz. Endi siz faqat farzand uchun emas, o'zingiz uchun yashaysiz. Endi siz muhabbatni tanlamaysiz, unga aylanasiz. Onalikka yaralarini bosib o'tamiz. Nafas.
chuqur nafas. Allahni eslaymiz. Ko'zlaringizni yuming. Nafas, chuqur nafas oling. Nafasdan to'xtamang. Siz bu dunyoga sevgi olib kelgan ruhsiz. Uni qalbingizdan tuqqansiz. Taningizda ko'targansiz. Sevgida o'stirgansiz. Siz onasiz, farzandingiz bormi, yo'qmi? Siz bir kuni sevgi bilan, umid bilan yuqoriga qarab, "Ya Robbim, menga bir ruh ato et" degansiz. Alloh sizni so'zingizni eshitdi. U sizga onalik baxtini ato etdi. Siz bolangizni qo'lingizga olgan payt, ko'krak tutgan paytingiz, Ar-Rohim, Rahim, Bismillahirrohmanirrohim deganingizda rahm shafqat nomini farzandga uzatdingiz. Siz uyqusiz tunlarda chaqaloqqa bag'ringizga bosgan paytingiz Al-Vadud, muhabbatni tirik namunasi edingiz. Siz farzandingizni tashlab uzoqqa ketishingiz kerak bo'lgan paytda unga sabri samimiy surati bo'ldingiz. Ey bolasi hali chaqaloq bo'lgan ona, u yoningda uxlaganda sen uni tiniq sevging bilan o'rayapsan. Bir paytlar sen ham shunaqa yotgansan va senga ham Alloh shu sevgini yuborgan. Ey bolasi o'smir bo'lgan ona, farzanding qo'pol, o'zi hamma narsani biladiganday, o'zi katta bo'lib qolganday, ammo seni muhabbating qalbingni tub-tublarda saqlanib turibdi. Sen u haqida nima deb o'ylasang, o'sha unga yetib boradi. Uni mahkum qilma, duo qil. Seni duoing uni tirik qo'rg'oni. Ey farzandi uylangan, yo'lini topgan ona, farzanding sendan ketgani yo'q. U seni qalbida ushlab turibdi. U hali ham seni his qiladi. Sendan olgan sevgi, tarbiya, tinchlik, sabr bilan harakatlanyapti. Ey farzandsiz ona, sen ham Allohga ato et deb so'ragansan. Sen ham mehr bergansan. Sen ham ko'p ruhlarni, ko'pgina bolalarni bag'ringga olgansan. Onalik qondan emas, muhabbatdan tug'iladi. O'ksinma. Farzandni tanadan tug'magandursan, ammo sen ham bola quchoqla olasan. Muhabbat bera olasan. Shuni o'zi kifoya. Ey farzandi vafot etgan ona,
Sen eng oliy maqomdagi sinovdasan. Bu dunyodan oldin Alloh seni tanlagan. Sen farzandingni yaratuvchisini o'z bag'riga qaytara olgan onasan. Lekin seni muhabbating, unga bergan sevging haliyam tirik. Endi hammamiz mashqda yig'ilib turganlar birga nafas oling va takrorlang. Man onaman. Man muhabbatman. Man tanlanganman. Takrorlaymiz. Man onaman. Man muhabbatman. Man kechirilganman. Man o'zimni to'liq qabul qilaman. Man farzandim uchun kerakliman. Endi man ammo faqat farzandim uchun emas, o'zim uchun ham yashayman. Allah bolajonlarim, bahor boyligim ko'ngil zararlarim, Allah bolajonlarim, biringiz gul, biringiz. Siz endi shifo yog'dirayotgan nursiz. Sizga qarilikdagi onayam, yoshlikdagi onayam, hayotning har bosqichidagi onayam. Bu eng buyuk ona. Men o'zimni ozod qilaman. Men farzandimni ozod qilaman. Men muhabbatman. Va men Robbim bilan nafas olaman. Men hozir shifolanaman. Qalbingiz yumshamagan bo'lsa yumshating. Meditatsiyaga kira olmagan bo'lsangiz ham hech narsa qilmaydi. Bu sizda ishlayveradi. Qiynalyapsiz, kira olmadingiz, demak bu siz aqlingiz, siz taningizda ishlanyapti degan. Taningiz yengillashadi, ruhingizda nur bor. Bu holat sizning haqiqiy menlik holatingiz. Onalik sizga og'riq bermagan, sizda sevgi uchun joy ochgan. Siz endi boshqasiz. So'rab yasha, elingizga baxt tilab yasha. O'zingizni просто his qilib bervoring. Butun dunyo bolalari sizni bolangizligini his qiling. Onaligingizni his qiling. Qanaqa maqomdaligingizni his qiling. Hamma g'amlaringiz erib ketsin. Muhabbatdan yaralganlar Allah bolajonlarim, Xudo bergan omonatlarim hallayon hazan bo'lmay katta bo'linglar hallayon hallayon.
Allani tegi o'zi Alloh degan so'zdan olingan, faqat his eshitilmaydi, shunaqa aytilaverganda shunaqa bo'lgan aslida. Alloh deyilgan so'z. Mikrofon ochiq. Kim qanaqa nima his qildi? Efir tugataman. 2 soat bo'lyapti. Bugun ko'p cho'zmaymiz. Kim qo'lini ko'tardi hozir bu yoqda? Dilfuza qo'lini ko'tarib turibdi. Mikrofoninglar ochiq. Tez-tez gaplashib olaylik, keyin tugatamiz. Kim ozgina bo'lsa ham o'zidagi onaligini esla oldi. Assalomu alaykum. Ben shunaqa bilasizmi, o'zim bu ishlatyapman. Alo. Eshitilyapti, ayturing. O'yladim men endi yoshim katta, bolaga anaqasi tarbiyasi ko'rsatdi, mas'ul bo'lganda. Lekin hozir kirib eshitganimda shunaqa ham bo'ldi, shunaqa yengil bo'ldi. İçeri teyler, uşağımda şuna bakar, şuna yalan derler. Ya anneler şuna yenge olduğunda, şuna bakar, çok korkuyorlar, yaşlı, ağzında bak. Energiyani o'zi sizni tozalab tashaveradi. Kimdir balki meditatsiyaga kirolmagandir, kimdir qanaqadir bo'lgandir. Endi hali jarayonlaringiz rahmat sizga ham. Siz har doim mehnat qilishdan to'xtamaysiz, o'zingiz bilan yuzlashishdan. Yana kim? Ustozlar, butun fikrini hamma bildirmoqchi. bolalarni onasiligimni, hammasi mani bolalarim bo'lgandek, ularga ham mehribonlik qila olishim mumkinligidek his qildim. Mana shunaqa narsa. Qanday ajratardim-da, yo'q, bu mani bolam emas, bu mani bolam deb mana shunaqa narsa bor edi-da, hozir shu narsa ketgandek yengil bo'lib qoldim. O'zi eng to'g'risi, butun ona degani faqat 4 ta, 5 ta yoki 10 ta bolasiga emas, butun dunyoga ona nazari bilan qarashi kerakligi uchun ona bo'lib berilgan. U faqat o'zini 2 ta bolasida ona bo'lishni o'rganyapti, lekin qolgan hammada onani ko'rish kerak. O'zini bolasini ko'ra olish kerak. Hattoki erida ham. Eriga o'zidan ona yasab olish emas bu gapim. Prosta onasi nazarida qarasa, meni ham bolam bir kuni ayoliga shunaqa qilganda, mana shunaqa bo'lganda degan qaraganda, o'sha uning ichidagi og'riq, yomon nimalardir erib ketadi-da. Ichida eridimi, u tashqarida u odamda ham erib ketadi. Shunaqa. Muhabbat Ro'zimurod qizi, mikrofoningizni ochdingiz. Eshitaman. Ustoz, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz, charchamasdan? Ustoz, onalik haqida mutlaqo ilmim yo'q ekan deb o'ylab qoldim. Ha, yo'q. Yangilik bo'ldimi siz? Farzandlarimga egalik qilib olganimni tushundim. Shu 4 ta bolam ham birortasini eshitmay, faqat o'zim bag'ishlaganman, yeb ichish, kiyim masalasida faqat mehr berib, sevgi bilan unday gaplashib, hech qachon dildan gaplashmagan ekanman. Ba'zi ezilib ketdim. O'zi hamma shunaqa. Faqat shu farzandlarimning mehrli bo'lishini so'rayman. Hech eplolmadim-da shu narsa. Eploldiz, siz shunaqa eplolishingiz kerak edi. To'ppa-to'g'ri edi. Endi bu ilm sizga endi kelyapti. Demak, endi o'zgartirishingiz kerak bo'lgan xabari bilan.
o'zi hamma eng zo'r ona o'zidan voz kechgan, faqat hamma onalikka har xil beradi. Shu har xil bergani qadar og'riqda qoladi keyin o'zi. Shuning uchun og'riqsiz berilgan sevgi, mehr o'sha og'riqsiz qaytib keladi. Bolalar ham ota-onasiga shu og'riq bilan berishim kerak, qilishim kerak, shu onam degandagi narsani tushunadi. Onadan uzatilgan his bilan. Onalik ilmi yo'q ekan, faqat Yaxshi. farzandlarim o'ta talabchanlik qilib faqat ezib yurganimni anglab qoldim. Katta rahmat ustoz, xudo rozi bo'lsin sizdan. Bo'ldi, endi farzandlaringizni. Xo'p, sizdan ham. Assalomu alaykum. Men ham meditatsiyada xuddi butun dunyoni onasidek o'zimni his qildim. Shunaqa bolalarim ko'p, ananday qanaqadir bolalarga mehr berayotgandek hammasiga. Men undan oldin gaplaringizda men erimga kibr qilib ko'p bolamni duo qilgan ekanman-da. Mana shu qornimdagi homiladorlik paytimdan xo'jayinim ichardilar. Xudo xolasa o'g'lim qori bo'ladi. Alloh butun dunyo anavlarida podshohlar orqasidan yuradigan zo'r qori bola bo'ladi. To'g'ri so'z Abu Bakr deb ism qo'yganmiz-da. Abu Bakr Siddiqdek to'g'ri so'z, halol, pok. Shunaqa ko'p niyatlar qilib, ana shu erimga kibr qilib, erimdagi yo'q narsalarni bolamdan ana duo qilib so'raganman-da. Shu so'ragandim, Alloh shu niyatlarimga yetkazdi-da, alhamdulillah. Hozir qori bo'lib o'g'lim Iordaniyada yana ilm olyapti, davom ettirib. So'raganimizni berar ekanda Alloh. Yoki eringiz ham bir farzandligini sizga erdir, ammo u farzandligini ham eslang. Shuni Men esladim. boya bitta ayolga aytib berdim, bekorga aytib bermadim. Bekorga berilmagan. Sizda o'sha erkak bo'lmaganda, siz balki duo qila olmasdingiz bunaqa. Farzandingiz hozir shu darajasiga yetish uchun o'sha erkak juda katta xizmati bor. Balki yomon ko'rinishda, yomon sifatlar bilan kelgan, ammo tegi uni ustoz. Bu berganchalik hech kim boshqa sizga dars bera olmasdi. Mana qaranglar, ko'p bolalar tashlab ketadi, nimalardir bo'ladi. Qancha boshqa bolalardan mehr, sevgi, yaxshilik qilmoqchi bo'lgan bolalar qaysidir onalarni topib keladi-ku, shundan tushunsangiz ham bo'ladi. Butun dunyo sizga bolangiz keyin xijolat bo'lib qoladi. O'shanda voy men shu bolani odam o'rnida ko'rmovdim, mana nima shunday menga keldi deydi-ku. Shuning uchun o'zi hamma bola farzand shunaqada butun dunyo mani bolam sani bolang degan narsa yo'q. Qani men chatga kiraychi. Men darsga tayyorman. Ustozim va Shahnoza. Shunaqa narsa qildim, yig'ladim. Bo'ldi, qizlar, tugataman. Fikringlarni, nima tushunganinglarni yozinglar. Keyin men borgan sari har safar yonimga kirib xorlanib, o'zim rosa behalovatligimni bilaman deb. Mana shu bor-ku, anaqa onalikka, o'zi onalikka nega aytdim, ko'p ishlanadigan narsa-da. Onalikka chuqur tushilmaganda, har doim bir mo'ralab ketiladi. O'sha farzand kursida onalikka har masalan tug'di, bolasini emizgan paytlari o'sha hislarga kirish, qo'rquvlar, o'sha praktikalarda prarabotka bo'lib keturadi. Energiya mana shu birga yig'ilgan jarayonda qanaqa yaralari to'la onalarni, nogiron farzand tuqqanman yoki farzandim bilan erim tashlab ketgan, yana men bu bolani qanaqa boqib yetiraman, bu bolam uchun ishlamasam bo'lmaydi degan hayot do'zaxga aylanib olganda, lekin Xudo unaqa do'zax bermagan. U boshqacha yashashi mumkin. Ham shunaqa yengil, realniy o'zgarib ketishi mumkin. Uni
shu prям o'zini ochib olsa, tushunib olsa, u tushunchalar yo'qligi uchun bostirib, aynan onalik ko'milgan. Hozir birinchi pullik masalasida ishlayotgan bo'ldi, men buni qilsam bo'ldi, men bu ilm olayotganda ham onalik emas, boshqa narsa важный. Lekin ayollar yadrosi, uni quyoshi, uni ichidan otilib chiqadigan bulog'i onaligi. O'shani bitta ozgina ta'mini ko'rdik bugun. Endi bugun tugatamiz. 2 kun sizga yana muhlat, vazifalarni, darslarni qilasiz. Men bu yoqda berganimni yuzlashib ko'rasiz. Boya berdim-ku dars. Keyin yana tashlab qo'yaman. Ertaga nima qilishingizni. Keyin 9-da ko'rishamiz. Men haqida, men va olam haqida, o'zimiz haqida gaplashamiz va unda ko'proq savol-javob, satsang efir qilamiz. Hozir tugataman. Hammanglarga rahmat. Mehnat qilganinglar, mana shu kirib eshitishga vaqt ajratganinglar. Hozir ayni damda challari yoki bugun yakshanba boshqa bir yig'inga ketishinglar mumkin edi, lekin siz mana shu ilmni joyini tanlaganingiz uchun minnatdorman. Siz uyg'onsangiz, huzurda yashaysiz, farzandlaringiz ozod bo'ladi. Ular ham o'ziga ilohiy potensiallarni ochadi, karmik dasturlardan qutuladi. Yerda jannat hayoti sodir bo'ladi. Jannat yaraladi inshaalloh. Chunki ona degani bu, onani oyog'i ostida jannat degani, oyog'ini tagida jannat degani, onani boshida nima degani bo'ladi unda? U butun uni turishi jannat degani. O'zingizdagi jannatni ochishga xizmat qildingiz. Alhamdulillah. Hammanglarga xayr.